Bu oprosnikim kosmetologlarga. Kuzatuvchilarim ham fikringlar bo'lsa yozib qoldiringlar kommentariyaga. Diqqat bilan eshitinglar. Kosmetologiyada staj qanchalik muhim? Birinchi savolim. Shaxsan meni faoliyatimga esa 7 yildan oshyapti. Lekin 7 yil oldin olgan bilimlarim hozirda eskirgan va u texnika bo'yicha umuman ishlamayman. Meni hayron qoldiradigan narsa shuki, Instagramda Reels'da o'tkazyapman, bir kosmetologimiz chiqyapti, endi ko'p. Achinarlisi qizlar, achinarlisi yosh kosmetologlarimiz chiqib zo'r texnikalarni ko'rsatyapti, rezultat bilan ko'rsatyapti, terminlarni to'g'ri aytyapti-da. Yosh kattaroq stajli kosmetologlarimiz esa bu texnika ishlamaydi, bu texnika yo'q deyapti. Qachongacha o'zimizni muolajamizni, texnikamizni, sotuvimizni o'tkazish uchun boshqa bir hamkasbimizni yerga urishimiz kerak metodini, texnikasini. Qayerdan bilasiz o'sha texnika ishlamasligini? Yangi metodni boshqa bir chet davlatlardan olib kirgandir. Qachon to'xtatamiz? Filler ish bermaydi, nitlarni qilib bo'lmaydi. Chunki to'g'ri texnikada, to'g'ri dozada, to'g'ri preparatni tanlay bilsangiz, o'sha metodni ishlatishni bilsangiz, hamma metodlarimiz ishlaydi. Nimaga butun jahon vrach kosmetologlari tan olgan texnikalarni bizning haqqimiz bor muhokama qilib, salbiy fikr qilib ommaga tarqatishga? Balki biz orqada qolib ketgan. Hech o'ylab ko'rdikmi? Yo'q. O'ylashni o'rniga, borib o'sha kosmetologdan bilim olish o'rniga biz kibr qilamiz. Bilim olish o'zi yosh tanlaydimi? Ya'ni sizdan yoshroq kosmetolog bo'lsa, staji ozroq bo'lsa, u yangi texnikani o'rganib kelgan bo'lsa, biza borib o'rgangani kibr qilishimiz kerak emas. Zo'r ishlayaptimi? Zo'r ketyaptimi? Aloqaga chiqishimiz kerak. Muhokama kerak emas. Men so'z o'rnida aytardimki, hamma kosmetologlarimizga muhokamani to'xtatishni iltimos qilib, iltijo qilib qat'iyan so'rayman. Muhokamalar o'rniga bilimimizni oshiraylik. Meni kulgimni keltirgan narsa shu bo'ldiki, bir qizimiz chiqib olgan, men aniq bilaman, o'qimagan kosmetolog, даже medobrazvaniyasi yo'q. Botoks haqida yomon fikrlar aytyapti. Men o'zimga qilmaydigan protsedura bu botoks deb. Vaholanki o'zini yuzida xato ishlangan botoks turibdi va mimikalarini o'ldirib qo'yganda. Eng sifatsiz botoks ishlanganini men yuzini shunday ko'rib bilaman. Misol uchun, men unaqa kosmetologlarni, qizlar kechirasizlar-yu, kosmetolog deb hisoblamayman. Milisiya kirganimda juda ham xona besporядка, bakalashkada suvlar. Bunaqa joyga borish kerak emas o'zi вообще. Ya'ni o'sha 10 yillam bitta xonada ishlab, o'sha metodda ushlab olib, o'smay qolgan kosmetologni men kosmetolog deb hisoblamayman o'zi. Bizani sferamizdan emas deb ochiq ayta olaman. Qachon rivojlanasiz, yilma-yil ta'limingizni olasiz. Nimaga vrachlarimiz har yili malakasini oshirib keladi? Bu men o'sha resimda chiqarganligi uchun full face texnikasi bo'yicha 4 yil oldin o'qigan ekanman. Birinchi, keyin 1 yil bo'ldi, yana yangiladim. Bir kosmetologimiz oldiga keldim. Hozir bir kuniga $1000 ga обучениyaga yozdirdim. Uni haqqi bor bu summani aytishga. Xulosa sizdan va men challenge e'lon qilaman. Bir-birini muhokama qilgan kosmetologlarga уже kres berish kerak. Chunki hech qachon bitta sferada ishlaydigan insonlar bir-birini ishini salbiy muhokama qilmaydi. Juda yomon.